qandli diabeti bor, semiz insonlarni dardini bartaraf qilib kelayotgan eng kuchli professor Tesha Oktyabr Quyoshning yo'llariga keldim va savollarimizga javob olamiz. Hurmatli professor, qandli diabet va semizlik bilan o'sha og'rigan patsientlar Amerika, Yevropa, Aziyadan kelib, mana shu O'zbekistonda sizga o'sha operatsiyalarni, bariatrik operatsiyalarni qildirib, juda ham zo'r natijalar bilan qaytishadi. O'zi kimlarga bu operatsiyalarni tavsiya etgan bo'lardingiz? Endi bu operatsiyalar har xil. Qandli diabet uchun operatsiyalar bor. Buni biz metabolik xirurgiya deymiz. Semizlik uchun bor operatsiyalar, bariatrik xirurgiya deymizda. Demak, faqatgina semizligi bo'lib, boshqa kasalliklari bo'lmasa, yo'ldosh kasalliklar bo'lmasa, demak bularga alohida operatsiyalar bor. Demak, bugungi kunda demak semizlikdan aziyat chekadigan, semizlik asosida har xil kasalliklarga chalinadigan, o'zini qon bosimi oshishi bilan yoki bo'g'inlardagi, beldagi og'riqlar bilan ish faoliyati susaygan bemor kishilarga demak bariatrik operatsiyalar tavsiya etiladi. Avvalambor semizlikka qarshi demak hayot tarzini o'zgartirish, parhez taomlar bilan iste'mol qilish, jismoniy harakat, har xil gimnastik mashqlarni bajarish, yugurish, suzish va boshqa umuman jismoniy aktivlik kerak bo'ladi. Endi shu usullarni hammasini qo'llab, undan tashqari bugungi kunda medikamentoz davolash usullari borda. Ya'ni har xil dorilar ishlab chiqarilgan aynan semizlikni yo'qotish uchun. Lekin ularni ham qo'llab hech qanday natijaga erishmagan taqdirda indeks massasi past bo'lsa-da, birinchi darajali semizlik, ikkinchi darajali semizlik bo'lsa ham bariatrik operatsiya tavsiya etiladi. Demak, bu operatsiyalardan keyin qanaqa o'sha ko'nikmalarni, operatsiyadan keyin bemor nimalarga amal qilishi kerak? Endi biz hamma bemorlarni qo'liga tavsiya yozib beramiz. Tavsiya yozganda faqatgina dorilar iste'mol qilish emas, ularning ovqatlanish tartibini ham, hajmini ham hammasini ko'rsatib beramiz. Avvalambor bular kichik hajmda ovqatlanadi. Oldingiday masalan katta ob'yomdagi, katta hajmdagi ovqatlar bularga mumkin emas. Ular hammasi yozib beriladi qanday ovqatlanish kerakligi. Tez kamdan ovqatlanadi. Va yana oxirgi savolim, bu operatsiyalar yosh tanlaydimi? Birinchidan demak faqatgina ovqatlanish emas. Operatsiyadan keyingi davrda demak o'zini tutishi, jismoniy harakat bilan shug'ullanishi bu ularga yordam beradi. Mana ko'pgina semizlikdan aziyat chekkanlar operatsiyadan keyin terisi oshirib qolishi borda. Bu bemorlar demak ular operatsiyadan keyingi davrda aktiv jismoniy harakat bilan shug'ullanmagan. Aerobiya bilan shug'ullanmagan, suzishga bormagan, chopmagan, yurmagan, harakatsizlikdan teri osiladi. Buning uchun demak operatsiyadan keyin faqatgina operatsiyaga yondashib, mana operatsiya qildim, ozaman deb o'tirish kerak emas. Operatsiya bu bitta shans beradi bemorga. Uni ozishi uchun imkoniyat yaratib beradi. Bu imkoniyatdan har xil foydalanish mumkin. Vrachning tavsiyalarini bajarsa agar, demak u imkoniyatdan u to'liqcha foydalanishi mumkin. Demak, yosh tanlamaydi. Endi ikkinchi yoshiga keladigan bo'lsak, bu uchun har xil guidelineslar ishlab chiqarilgan yuqori tashkilotlar tomonidan. Oldin 16 yoshdan yuqori edi. Bugungi kunda yoshlar, o'smirlar o'rtasida semizlik oshganligi uchun ko'payib borayotganligini hisobga olib, bugungi kunda 16 yoshdan tavsiya beriladi. 12 yosh, 14 yoshlilar uchun ham tavsiyalar bor. Ularga chegaralangan. Ular demak hamma testlardan o'tib, gormonal tekshirishlar qiladi, boshqa usullar bilan harakat qiladi. Hech narsa yordam bermaganda gormonal buzilishlar yoki jinsiy buzilishlar bo'lmaganda, unda oxirida demak bariatrik operatsiyalar tavsiya etiladi. 12-14 yoshda. 16 yoshdan uyog'iga demak kattalarda qanday tavsiyalar bo'lsa, ko'rsatmalar bularga ham xuddi shunday ko'rsatma bo'ladi.
endi yoshi kattalar bor. Demak 60 yoshgacha mana bu ko'rsatmalar hammasi bir xil. 60 yoshdan 65 yoshgacha, 65 yoshdan 70 yoshgacha bo'lganlar uchun chegaralangan. Bu yerda ham o'zining tavsiyalari bor. Qanday holatlarda ularda bu operatsiyalar mumkin, qanday holatlarda mumkin emas. Juda ham ko'p ayollar kuzatishadi va yozishadi. Bariatrik operatsiyasidan keyin homilador bo'lishi mumkinmi va qancha vaqtdan keyin? Semizlik zaminida bepushtlik kelib chiqadi. Ko'pgina mana yoshlar vazni katta bo'lgan semizlik 2, 3, ayniqsa 3-darajali semizlik bilan aziyat chekkan yoshlarda bepushtlik bo'ladi semizlik asosida. Ular operatsiyadan keyin bemalol farzand ko'rishi mumkin. Ha, demak bu nafaqat mumkin, bu balki bu kerak. yaxshi rolga. Da, bu ko'rsatmalardan biri bu. Endi operatsiya bo'lgandan keyin kamida 1 yil homiladorlik mumkin emas. Chunki organizmda operatsiyadan keyin katta o'zgarishlar ketadi 1 yil davomida. Kamida 1 yil atak yaxshi bo'lardi, 2 yilgacha saqlansa. Sabr qilsa. Da, 2 yilgacha saqlansa, unda juda ham yaxshi bo'ladi, chunki organizm to'liq o'zi kompensatsiya qiladi, o'ziga keladi, sog'lomlashgan bo'ladi va bu holdagi homiladorlik yaxshi kechadi.